100 grammi $1000 dan $5000 baholanadi. Qora trufel qimmatbaho noyob grib turiga kiradi, yer tagida o'sadi. U o'ziga xos ta'mga, massaga ega bo'lib, buni badavlat insonlar, aristokratlar qimmat restoranlarda iste'mol qilishadi. Qora trufelni 100 grammi $1000 dan $5000 baholanadi. Buni tarkibida qora trufeldan tashqari jenshina bor, no'xat urug'i bor, glitsindan tashkil topgan. Bu qora trufel tarkibli aminokislota eritmasini shunaqa xususiyati borki, butun organizmdagi modda almashinuvini yaxshilaydi, antioksidantlar, mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydi, organizmni qarish prosesini sekinlashtiradi, regeneratsiyani yaxshilaydi, ya'ni bu degani organizmda tiklash xususiyatini yaxshilaydi. Mana hozir virusni shamollash epidemiyasi ketayotganda, agar bu eritmani ichsangiz, shu holatlar ham sizda juda ham yengil o'tadi. Eslash qobiliyati, diqqatni oshiradi. Buni tarkibida 25 ml dan bitta